kostyum bir kiydirib qo'yganman to'yga. $100 bo'lmasa 200 ming puli man senga shu yoningdan yordam degan inson emas. Bezrab turaveradi, puli yo'q, ishlamaydi. Bolalarga aytadi, bolalaringga ko'p rasxod qilma deydi. Men qilmasam bolalarimga rasxod, sen qilmasang bular nima qilish kerak deysiz, yoshligida endi. Men keyin o'zim o'sha отделка joylab borib oyna yuvdim. Boshiga endi yoshlik vaqtim bolalarim hali bittasi tug'ilgan. Oyna yuvdim, supurdim, podis supurdim, keyin kesichga berdim, mana bunaqa qilishlarni lakladigan qildim. Asta-asta qo'limga shpatil oldim qani deb. Keyin shu darajaga erishib keldim. Men erkak bo'lib qoldim, erim вообще tuppoy bo'lib qoldi. Mana hayotda er nurga ketaverdi. Ayol kishi o'zi uchun pul o'ziga qol hamma narsa, boshlarini tashvish, pul tashlab, uy solinyapti, to'y tashlab, pul bolangni, qizingni erga bera olmaysiz. Ana shunaqa bo'lib ayol kishi mana shu darajaga yetib kelganicha ham er bul kutmadi. Bu xotin nima qilyapti, Rossiyaga nima ish qiladi bu, kim bilan bu, bolalari qani buni degan fikr u insonga bo'lmadi. Mana o'zim hayot ertaga hayot bizga xabarlar kelibdi. Manzilingizni bersangiz bir ko'rishaylik debdi. Onasini emsin. Shohrux 60 dan kelibdi. Trans bu yiban debdi. Mayli, xo'p, mayli siz aytganchalik bo'lsin. Ha, ko't ekan bu bola debdi. Shohruxga 01 she'r aytibdi ekan. Mayli. Nima desalaring shuman. Mayli. Tepada Xudo bor. Kim nima desa deversin, Alloh bor. Men Allohga ishonaman, Xudoga ishonaman. Ilohim senlarni farzandlaring mendan 5 battar bo'lsin. Amin. Salom debdi. Rahmat. Jonidan debdi. Zo'r efirlar bilan o'tiribmi? Nima degan? O'tiririz. Nima degan tushunmay qoldim. Sherinar deb yozibdi. To'g'ri yozdinglar. Ovozi bo'lar shunaqa ekan, yozmaydi. Men bilan hozir past yarim soat gaplashdi. Niyati onasi bilan hajga borish, shunaqa yozmaylar. Shunaqa yozmaylar balkon. Effekt zo'rku debdi. Effekt zo'rku debdi. Effekt yo'q biz. Hamma deyurasiz. Meni ovozim zibuk bo'lib chiqmayaptimi, opa? Yo'q. Boshqa bittanaqaga boya obedlarga yaqin soat 11largami 12ga kirganimda zibuk kelyapti. Nimaga ovozing zibuk deydi-da, zvuk deydi-da, baland kelyapti dedi-da. Kelib qolaveradi gapirlar. Zaryadkaga bo'lsa telefon, meniki zaryadkaga turibdi telefon. Uyimga borib choy ichib, yuvinib, mana shunday spalnimga tusha olaman, spalniga yota olaman deydi. Aytadi-ku, ishlaganda qulday, yurganda bigday yurdi, biz shunaqa tarbiya olamiz. Keyin yoshlar shu. Mana shu gapni men ham rosa ko'p ishlataman. Ishlaganda yurgin, mo'ltani gadayga o'xshab. Yurganda yurgin, bekday, shohday bo'lib deydi-ku. Boz yozishadi, narxiz nechi pul, soatiz nechi pul deb ahmoqlar deydi. Xo'p, odamlarga ham hayronsan, qilmagan narsani qildi deyoradi. Nima keragi bor ekan, tushunmadim. 1 soatingiz qancha debdi. Enangda omi 1 soating qancha? Xoramdan bo'lgan xoram beparosat bolasi. Bir soatligi ham bo'ladi. Men tavba qildim-ku, hurmatli anaqalar, nima deydi? Tomoshabinlar deydimi, Joydari Shevada gapiraverib, bigatilda gapira olmayman. Men Joydari Shevaga o'tib ketaman. Hurmatli abonentlar, men esa endi o'zgaraman 1-2 soatga. Negativ yozganlarni titrataman. Chiroyli yozinglar. Bu opa unaqa emas ekan. Men ham unaqa bo'lamasman. Chiroyli o'tirib biz hangama qilib, kiruvchilar
kuzatuvchilar, iltimos, balkondagilar, boshqa narsa yozmanglar, iltimos. Hozir jahlim chiqsa pichog'imni olaman, kallalaringni ovoraman. O itlarga berib yuboraman hammang. Bular endi значит hozir bu insonlarni fikri qanaqa bo'libdi? Erkaklar trans, ayollar buzuq bo'libdimi? Shunda yaxshi odamlar, yaxshi insonlar qolmayaptimi bu hayotda? Shunaqa fikr bo'libdimi? Ha, shunaqa fikr. Akram aka kulyapsizmi, yig'layapsizmi? Hamma erkaklar, ayollar buzuq yo'q. Hamma erkak ham trans bo'lavermaydi, hamma ayol ham buzuq bo'lavermaydi-yu. Yaxshi insonlar bor uchun mana tinov 5-6 pal yer qimirlash bo'ldi. O'sha yaxshi insonlarni duosi bilan hech kimni yer yutib ketmadi. Samarqandni City degan joyi bu. Samarqand Cityni bunaqa baland uylar 7 balga ham uylar shaqillab olgan. Ana o'sha Alloh anaqasi yaxshi insonlar duosi bilan shu joyga turgan, bir kishini yer yutib ketmagan. Yaxshi insonlar bor. Hamma yomon emas-ku, misol, hamma yer yuzida. Shunaqa yaxshi insonlar bor, faqat hayotini savob yo'liga tikib o'rgan insonlar bor. Savob. Nima uchun bunchalik savob ishga o'zingni tikkansan desa, meni olib ketadigan narsam shu, boshqa nima olib ketaman bu hayotda deb. Farzandlari bor, uy anaqa nevaralari bor. Lekin 5 begonalarga yordam qiladi. Sababi savob olib ketish uchun. O'shalarning duosi bilan yashayapmiz biz ham, soyasiz sayoyalar. Lekin naslar ham, haromlar ham o'ta ko'p. To'xtator. Nas bosib ketgan, yuziga basharasiga nas urib ketgan erkagi ham, ayoli ham rosa ko'p. Kecha men Moskvaga bordim, sizlarga aytib beray balkon. Taksiga qaytguncha bir nimani o'zbek bola nima edi, qaysi shahar edi? Mana Qirg'izistonlik o'zbek bolasi. Shu bilan rosa gaplashib keldik. Opa dedi, "Молодцы" dedi. Shu bunaqa ayollar kamdan kam dedi. O'zi shunaqa himoya qiladigan xotirligingiz o'z turishingizdan ma'lum deyapti. Apa dedi, "Men taksistman" deyapti. Sizga deyapti, bilasizmi deyapti. Nechta odam chiqadi, nechta odam bilan dedi. Shunaqa insonlarni aytib beryapti. Shunaqa ayollar, mana O'zbekiston ayollarini, Qirg'izistonni deyapti, qirg'izlar deyapti, o'zbek ayollari, o'zbek erkaklar aytib beryapti. Taksist, bu taksida har xil inson chiqadi-ku. Bir dedi, kukla Barbie qiz chiqdi dedi. Kukla dedi. Uni ko'rgan odam xotinim bo'lsin dedi. Shunaqa yo'lga kirib ketgan opa dedi, unaqa qizlardan Xudo asrasin deyapti. Shunaqa gaplar gapirib beryapti. 3 ta qizim bor dedi. Xudodan qo'rqaman dedi. Qizlarni dedi, ko'rib dedi, men birovga yomonlik, birovni xotiniga, birovni qiziga qanaqa qilib qarayman deyapti. Yaxshi insonlar ham bor Moskvada. Hammasi ham yo'q. Qanaqa qilib men dedi, 3 ta qiz o'stiraman dedi. Men uni dedi, qanaqa qilib u insonga yomon qarayman dedi. Allohdan qo'rqaman dedi. 3-4 dedi ishlab xotinimni olib borib kelaman, nafsimni tegaman dedi. Ana yaxshi inson. Farzand uchun yashaydi. Tirikchilik uchun kiyadi. Обязательно birovni xotinini olib borib, yo birovni qizini olib borib, iznasila qilib pulini berib, bir harom yo'lga kirib ketmagan insonlar ham bor. Hammasi ham emas. Iris qani dedi, u ham savol berdi, Iris bormidi? Men aytdim, Iris To'g'ri. Okey, 1 soatgina deyilmagan 1 soniyangiz nechagina deb yozdim debdi. Assalomu alaykum, qandaysen? Alo debdi. Yaxshi. Qarang opa, bitta gap borda, bitta she'r borda, jichcha aytib o'tib ketay, mana aniq kirganimga yarasha. Yolg'iz ayol degan she'rim borda, aytib beraman. Buni eshiting, mag'zi o'ta kuchli. Yolg'iz ayol, eshitinglar balkon. Boshini egibdi, og'rigan g'am.
Ko'zlari yoshlanar, doim yurar nam. Ko'rinmasmi hayoliq unqi nam odam, Allohni bandasi yolg'iz ayol ham. Ko'chalarda shodon yurolmas nechuk, g'animlarga g'azib qilolmas nechuk, ortidan xuradi hattoki kuchuk itlar, Allohni bandasi yolg'iz ayoldir. Farzandni quvnasa shodlanar kulib, dunyo tashvishidan ketgan u kuyib, kulfat ham bergandir Allohim suyib, Allohni bandasi essiz yolg'iz ayollar jilmaysin, o'ylamang, yuragi qondek tanasin ko'targan bu quruq jondir, yomonmas sizdayin oddiy bir insonki axir, Allohni bandasi yolg'iz ayoldir. Bayramlarda kiymas lo yongan libos, iblo hayosi nomlarga xos, inshaalloh yaxshilar o'timchi sizdan iltimos, Allohni bandasi yolg'iz ayollar. Ofarin. So'zlashga til ojiz. Yolg'iz ayollarni asrayli erkaklar. Asrash kerak. Padarika xoramdan bo'lgan Moskva bo'lgan kuningga sitkay seni itti bolasi. Xoramni bolasi, gapirmang, so'kmang deyapman. Manamga ham to'g'ri kelmayapti, o'zi buzilib ketyapman. Tavba qilin. Mana shularning xoromlarning narsasini o'qigim kelmaydi. Xoramdan bo'lgan. O'yla, deti yo'qni qaytib aytaman. Xoramdan bo'lgan it onam qatori ayolga iflos, o'l turqi sovuq. Deb ko'rganman shu narsani. Ha? Nima deyapti? Ko'rsatsin. O'sha narsasini debdi. Padaringga la'nati. Ayaz ko'rsatsa, keyin biza ko'rsatamiz. Ayaz ko'rsatsa, kim aytgan bu gapni? Nimani ko'rsatsa? Oyingiz ko'rsatsa, biz ham ko'rsataveramiz. Poq qo'yamiz. Goh ketarmiz jaholat sar. Boylik mansab o'tkinchi bari. Goh ketamiz jaholat sari. Umrim tugab qolmasdan hali mehringizdan sadoqat qiling. Tabiat ham uyg'ondi mana. Ochlar gul lolalar yana. Yetar aytmang cho'pchak bahona, mehringizdan sadoqat qiling. Mayli kiymang aholi libos, faqat sizga yor bo'lgani mos. Yurakdan chiqar bir og'iz, mehringizda sadoqat qiling. Janonlar aqlingizni shohrissa qilgan, mahshada yurganda toshira qilgan, kuydirib ishqingiz oshirsa ham mehringiz sadoqat qiling. Ko'p narsa kerak emas, asli dushmanlar ko'p bor ular qasdi. Qizg'onmang, o'tinmang, bir mehr asli. Mehringizda sadoqatli bo'lib yashang. Ular baribir sadoqatni bilmaydi hali. Sadoqat yo'qolib ketyapti. Mehr yo'qolib ketyapti. Mehr yo'q. Mehr qolmadi. Mehrni pulga ham ololmayapmiz hozir. Ikkita, archasini aylanasiga o'yin archasini bir 30-40ta archa ekib chiqqan. Erim olsa ekan, urushlar. Yashash mazza shu urushlarga mazza balkon. Birov bilan ishi yo'q, birovda g'iybat qilmaydi. Katta dachalarni mana qarang. Etam qo'riqlamaydi. Hech kim kirmaydi. Agar o'zbekda uy bo'lsa, talab ketadi shu uyni bitta xonasini cho'pon qilib. O'zbek uyi. Voy, opa, aga dachalar. Qarang mana, hech kim bilan ishi yo'q. Hamsiyasi bilan ham ishi yo'q. Kayfan qilar, shami bozor kelar, shashlik qilar, tansa qilar, basseyn qilar, yeydi, ichar, ketadi yana o'zini ishi bilan. Shular ko'pir deymizda, lekin bularda to'g'ri. Bularda iymoni yo'q, insofi yo'q. Bizga na iymon qoldi, bizga na insof qoldi. Bizga hech nima qolmadi. Bizga faqat shu musulmonlik, anaqa alhamdulillah musulmonlik. O'sha alhamdulillahni
aytaveryapsizlar-yu, o'sha amali yo'q. Hmm. Bular to'g'ri musulmonchilikni bilmaydi, lekin bular birovga anaqasi yo'q. O'zini ishi bilan. Chestniligi uchun shu O'zbekiston xalqi, Tojikiston xalqi, Qirg'iziston xalqi kelib shularni pulini yeydi. Necha yil bo'lmadi, o'zim 30 yildan beri shu Rossiyani pulini yeyman. Chestnilikka shu faqat Putinga baraka bu. Qani O'zbekistonga borib shular ishlasin, qani shularni majalab tashlaydi agar o'zbeklar borib bular agar bir ish qilsa. Izdivotsa qilib tashlashadi. Ha, to'g'ri. Shular orqasida noyimiz biz. Agar bular negativ bo'lsa, anaqa ginida odamlar bo'lsa, shuncha xalqni Putin bo'lib boqmasdi. To'g'ri. Bizda Putin bobomizni ham endi siyosatga aralashgim kelmadi. Men eshitishim bo'yicha dunyo yangiliklaridan yaqinda eshitib qoldim. Endi Xudo xolasa inshaalloh nasib qilsa bir bo'lamiz ekan, opa. Xudo xolasa inshaalloh. Putin bobomiz O'zbekiston bilan hamkorlik qilmoqchi endi. Birga bo'laylik inshaalloh. Ozgina bir yeringdan ana qilib bir bo'lamiz Xudo xolasa degan yaxshi taraflamani iltimos qilyapti O'zbekistonimizga. Lekin Putin bu necha asrdan beri o'zbek xalqini boqib keladi. O'zbek Rossiya orqasidan 2-3 ta boshini o'ylab, joy, svet, suv, gaz Qarangda. hammasi hozir yoshlarga rivojlanib ketdi. Bitta qaror chiqibdi. Bitta qaror, opa. Prezidentlar haqida gapirgan odamlar 5 yilga qamalar ekan. Qamayorsan. Shunaqa qaror chiqarib qo'yibdi. Bobomiz aytibdiki, shunaqa qarorni konstitutsiyaga anaqaga kirgizib qo'yibdi. Jinoyat kodeksiga. O'limdan qutulmagan odam qamoqdan qo'rqadi. Qamayorsan. Haqiqat bu. Putin boqibdi O'zbekiston. Men shuni bilaman. Shu narsani faqat qayerda bo'lsa ham gapiraman. Chunki Putin hammani boqibdi, bitta O'zbekistonda emas. Indiya ham kelib hozir shitda ishlayapti. Indiyalar bosib ketgan magazinlar, pyaterchkalarga polna Indiyani odamlar. Yor aytmang, yor. Alloh shu Putin bovoni sabab qilib mana shag'larni rizqiy degunikiga ko'p oilalar, ko'p hayot, mana odamlar, ko'p insonlar ham yomon tarafga ham o'tib ketdi. Ko'plar boyib ketdi, ko'plar hamma har xil bo'lib ketdi, короче, kasha bo'lib ketgan joylari ham. Ko'plar o'yib. Shu aytmang. Yolg'iz. Qizilishtonini bugun ko'pchilik ko'rolmadi. Qizilishtonim barakalida balkon ko'p bala pul topib yegan. Qancha pul topib yegan bu Qizilishton bilan Qirg'iz patikka. Pachka dollarlar topib yegan. Pachka rubllar topgan bu ishton biz uchun qadrlida. Buni hech qachon tashlamayman. Shunday boraman. Shunday anaqaga avtomatga tashlayman, sushilkaga qo'yaman, ertaga ish bo'lsa, shu ishga kiyib kelaman. Bu juda barakali kiyim. Buni tashlamayman. Bu hech nima qilmaydi. Yuvgan sari ochilaveradi, itilmaydi, teshilmaydi. Boshqa rabochiy kiyimlar qanchasi musorga ketdi. Bunga hech nima qilmaydi. Bu karisni aylanib, men bundan karisdan olganman, hamma urug'larimga bitta podarka qilib tarqatganman. Bu yozga pijama bu aslida, qishlik pijama. Ichini issiqqina qiladi. Mana hozir men o'tirgan joyi ham sovuqroq, men issiqqina o'tiraman. Shuning uchun men buni kiyaman. Figuramni bomba qiladimi, 90 ga olmish qiladimi, 100 qiladimi. Zato men issiqqinaman. Sizlar gaplaringga kirib papli o'zi ishton ko'ylak kiyib olib, belimni sovuq olib ketsa, sizlar meni davolamaysiz. Davolaysiz. Papli ishton o'zi ko'ylak bilan mana tepaga chiqib ishlab yumalab mana yiqilib ketsa, hech kim kelib meni qutqazmaydi. Ana bu chaqqonginadir.
Qizilishtonimni ham so'kishdida, qizilishtoningiz keldi. Bu qizilishtonini so'kman. Bu qizilishton juda ko'p narsalarni bajaravergan bu qizilishton. Qizil ko'ylagim degan qo'shiq bor-ku. Qizil ko'ylagim sen uchun emas, uzun sochlarim. O'chani qo'yib beraymi, opa? Balkonga. Balkonga bilan qizil ko'ylagiga qizil muzika qo'yapti deydi. Hamma narsa deydi balkon. Mayli jonlar sog' bo'lsa bo'ladi. Hammani asrasin deyman men bu hayotda. Eslaringni hech qachon chiqarmanglar. Men Xudodan faqat ko'pni asra, ko'pni qatoriga menikilarni ham asra deb duo qilaman. Hammani asrasin, hammani qatoriga. Meni qara ko'zlarimni Alloh asrasin. Hamma bolalarim